Polis 60 soniyada qanaqa qilib tinchlantirib uxlashiga lifehack ko'rsataman. Farzandingiz kechqurun uyqusi kelib, bezovta bo'lib, yig'lab, g'inshigan paytda ohista yelkalarini, orqalarini silab tinchlantirib. Bu holat bolajonlarga juda ham yoqadi. Qoshlarini orasini ohista silab, quloqlari bilan birga silasak, bolajonimiz maza qilib dam olib uxlaydi keyin. Bu mashqlarni har kuni uyqudan oldin 10 daqiqa davomida bajarsanglar, bolajoningiz tinchlanib, maza qilib orom oladi. Bu mashqimiz dori emas. Buni effektini darhol sezasiz. Bu mashqlarni boshqa onajonlar ham bilishi kerak. Darhol ularga jo'natib qo'ying.